Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Nega avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil miqdorda pul qo'shilmaydi? Ko'pchilik hammaning pensiyasi oshyapti deyildi. Nega qo'shnimga boshqa, menga boshqa qo'shildi? Nima uchun bir kishiga 200 ming so'm qo'shildi? Boshqasiga 2 ming so'm. Mening pensiyam juda kam oshdi. Bu xatomi deb hayron bo'ladi. Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandi, oilasida nafaqa oluvchi yoki pensiya rasmiylashtirish arafasida turgan inson uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha tufayli odam o'z haqqini talab qilmay qolishi ham aksincha. Aslida qonuniy hisoblangan summani xato deb o'ylab ortiqcha asabiylashish ham mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men bugun oddiy tilda misollar bilan kimga qancha qo'shilishi, nimaga bog'liqligini, kim xavotir olishi kerakligini, kim desa hammasi to'g'ri bo'lishi mumkinligini tushuntirib beraman. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya oshirilganda ko'pchilik buni hamma pensionerga bir xil summa qo'shiladi deb tasavvur qiladi. Masalan, odamlar avgustdan pensiyalar oshdi degan xabarni eshitadi va o'zicha demak, hammaga 300 ming so'mdan qo'shilar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimi bunday ishlamaydi. Pensiya oshishi odatda foiz asosida eng kam miqdorlar o'zgarishi, bazaviy miqdorlar qayta ko'rib chiqilishi, ustamalar va qo'shimcha to'lovlar indeksatsiya qilinishi yoki ayrim toifalarga alohida qo'shimcha belgilanishi orqali amalga oshadi. Ya'ni bir qarorga asosan turli odamlarning pensiyasiga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki har bir pensionerning pensiyasi bir xil asosda shakllanmagan. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Kimdir 35 yil ishlagan, kimdir 20 yil. Kimdir rasmiy oyligi yuqori bo'lgan, kimdir umr bo'yi pastroq oylikda ishlagan. Kimdir pensiyasiga ustama oladi. Masalan, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bo'lgan shaxs. Parvarishga muhtoj pensioner yoki alohida imtiyozli toifaga kirishi mumkin. Kimdir esa minimal pensiya chegarasida turadi. Ana shu farqlar sababli avgust oyidagi oshirish hammaga bir xil tushmaydi. Avvallari ham pensiya miqdori har bir odamning ish staji, ish haqi, pensiya turi va qo'shimcha ustamalarga qarab hisoblangan. Lekin oddiy odamlar uchun bu hisob-kitoblar ko'pincha ko'rinmas bo'lgan. Pensiya kartaga tushadi. Odam faqat yakuniy summani ko'radi. Menga faloncha tushdi deydi. Lekin ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, minimal darajaga yetkazib berish qancha ekanini bilmaydi. Hozir esa odamlar axborotni tez oladi. Telegram kanallari, yangilik saytlarida pensiyalar oshiriladi degan xabar chiqadi. Lekin sarlavhani o'qib, tafsilotni o'qimasa, noto'g'ri xulosa paydo bo'ladi. Pensiya 25% ga oshadi degan gapni eshitgan odam, mening umumiy oladigan pulim 25% ga ko'payadi deb o'ylashi mumkin. Ba'zan esa 25% faqat pensiyaning ma'lum bir bazaviy qismiga yoki ayrim turdagi to'lovlarga yoki minimal miqdorlarga nisbatan qo'llanishi mumkin. Shu joyda chalkashlik boshlanadi. Bundan tashqari, hozir pensiya tizimida ijtimoiy adolat tamoyili kuchaytirilmoqda. Ya'ni juda kam pensiya oluvchilarni minimal darajadan past qoldirmaslik, ehtiyojmand toifalarni qo'llab-quvvatlash, ayrim ustama nafaqalarni qayta ko'rib chiqish kabi yo'nalishlar bor. Bu yaxshi. Lekin natijada kimningdir pensiyasi ko'proq, kimningdir pensiyasi kamroq oshish tabiiy holga aylanadi. Chunki davlat hammaga bir xil pul tarqatmaydi, balki har bir toifa va hisoblangan huquq bo'yicha to'laydi. Men bu masalani eng oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, 2 nafar pensioner bor. Birinchi pensionerning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Ikkinchi pensionerning pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Agar oshirish 10% bo'lsa, birinchi odamga 1,20 ming so'm qo'shiladi. Ikkinchi odamga esa 2 ming so'm qo'shiladi. Foiz bir xil, lekin pul ko'rinishidagi farq 2 barobar. Shuning uchun nega unga ko'proq qo'shildi? Degan savolning javobi ba'zan juda oddiy. Uning boshlang'ich pensiya summasi yuqoriroq bo'lgan. Endi boshqa holatni olaylik. Bir pensioner 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. Lekin davlat tomonidan belgilangan eng kam pensiya miqdori oshirildi. Agar uning hisoblangan pensiyasi eng kam chegaradan past bo'lsa, u minimal darajaga yetkaziladi. Bunday odamda qo'shimcha foiz hisobidan emas, eng kam chegaraga yetkazish hisobidan ko'proq o'sish bo'lishi mumkin. Masalan, ilgari eng kam daraja 20 million so'm bo'lgan, keyin 1 million 200 ming so'mga ko'tarilgan bo'lsa, hisoblangan pensiyasi past bo'lgan odam
shu yangi chegaragacha ko'tariladi. Boshqa pensioner esa allaqachon 2 million so'm olgani uchun unga minimal chegaraning ko'tarilishi ta'sir qilmaydi. Faqat umumiy indeksatsiya ta'sir qiladi. Yana bir misol. Opa 2 yil rasmiy ishlagan, oyligi yaxshi bo'lgan, shuning uchun pensiyasi 2 million 800 ming so'm. Aka esa 7 yil rasmiy ish staji bilan pensiyaga chiqqan, qolgan yillari norasmiy ishlagan. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Avgustda pensiyalar oshganda opaning pensiyasiga foiz bo'yicha 300 ming so'm atrofida qo'shilishi mumkin. Akaning pensiyasiga esa 500 ming so'm atrofida. Bu yerda adolatsizlik yo'q. Chunki pensiyaning asosiy hisob-kitobi oldingi rasmiy mehnat staji va ish haqiga bog'liq. Ko'pchilik unutadigan muhim jihat shuki, pensiya hamma qarigan uchun bir xil beriladigan pul emas. Pensiya bu insonning rasmiy mehnat faoliyati, sug'urta badallari, ish haqi va davlat tomonidan belgilangan kafolatlar asosida sharhlanadigan to'lovdir. Albatta eng kam kafolatlar bor. Lekin pensiyaning yuqori yoki past bo'lishida insonning hujjatlashtirilgan mehnat tarixi katta rol o'ynaydi. Agar sizning pensiyangiz avgustda umuman oshmagan bo'lsa, birinchi navbatda buni tekshirtirish kerak. Ba'zan texnik sabablarga ko'ra qayta hisoblash keyingi oyda kompensatsiya bilan tushishi mumkin. Lekin kutaveraman deb yurish ham to'g'ri emas. Siz pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qayta hisoblanganmi yoki yo'qmi, qaysi sanadan kuchga kirgani, farq summasi qachon to'lanishini so'rashingiz kerak. Agar sizga qo'shilgan summa qo'shningiznikidan kam bo'lsa, bu avtomatik ravishda xato degani emas. Lekin agar sizning ish stajingiz ko'p, oyligingiz yuqori bo'lgan, oldin ham ustamalar olgan bo'lsangiz, u birdan qo'shimcha juda kam chiqqan bo'lsa, albatta hisob varaqasini tekshirtiring. Ayniqsa pensiya rasmiylashtirilganda ayrim ish staji yillari kiritilmagan bo'lishi, arxiv ma'lumotlari yetib kelmagan bo'lishi, familiya o'zgarganligi sababli hujjatlar birlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Xavotir olishi kerak bo'lgan yana bir toifa bor. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Chunki bu turdagi to'lovlarda nafaqat asosiy summa, balki guruh qarovga muhtojlik, oila a'zolari soni, voyaga yetmagan bolalar soni, o'qiyotgan farzandning ma'lumoti kabi omillar ta'sir qiladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oilada bitta bola bo'lsa boshqa, 3 ta bola bo'lsa boshqa hisob bo'ladi. Agar farzand 18 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat topshirilmasa to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz foiz bo'yicha mantiqan oshgan bo'lsa, ya'ni oldingi summangizga qarab qo'shimcha taxminan tushunarli bo'lsa, qo'shningiz bilan solishtirib bezovta bo'lish shart emas. Masalan, siz 1 million 500 ming so'm olgan bo'lsangiz, qo'shningiz 3 million so'm olgan bo'lsa, unga sizdan 2 barobar ko'proq qo'shilishi tabiiy. Agar siz minimal pensiya oluvchi bo'lsangiz, sizda oshish ba'zan faqat minimal daraja o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. Agar umumiy pensiya miqdori avvaldan yangi minimal miqdordan yuqori bo'lsa, sizga qo'shimcha boshqa mexanizm asosida hisoblanadi. Shuning uchun hamma minimal pensiyaga 200 ming qo'shildi. Nega menga boshqacha? Degan savolda avval sizning pensiyangiz qaysi tarkibdan iboratligini bilish kerak. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, ayrim holatlarda pensiyangiz allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avgustdagi oshirish siz kutgandek alohida ko'rinmasligi mumkin. Masalan, iyul oxirida yoki avgust boshida rasmiylashtirilgan pensiyada yangi bazaviy ko'rsatkichlar inobatga olingan bo'lsa, odam menga qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa u boshdan yangilangan hisob bo'yicha olgan bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya tarkibidagi hamma pul bir xil oshmasligi mumkin. Siz kartangizga bitta umumiy summa olasiz, lekin uning ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Qaror qaysi qismga taalluqli bo'lsa, faqat o'sha qism oshadi. Shuning uchun umumiy summaga qaraganda foiz kamroq ko'rinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat pensiya tayinlangan sana. Kimdir oyning boshidan oladi. Kimdir oy o'rtasida huquq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar oshirish ma'lum sanadan kuchga kirsa, birinchi oyda to'lov to'liq oy uchun emas, faqat shu sanadan keyingi kunlar uchun hisoblanishi mumkin. Keyingi oyda esa to'liq ko'rinadi. Masalan, oshirish 1 avgustdan bo'lsa, odatda aniqroq tushuniladi. Lekin ayrim qayta hisoblashlar hujjat topshirilgan sanadan yoki qaror kuchga kirgan sanadan amalga oshirilsa,
Birinchi to'lovda farq kamroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda aliment, kredit, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish, sud qarori bo'yicha ushlab qolish yoki boshqa majburiy chegirmalar bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya oshgan bo'lsa ham, karta tushayotgan yakuniy summa odam kutganidan kam ko'rinadi. Masalan, pensiyaga 2-3 ming so'm qo'shildi. Lekin har oy 1 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'lsa, odam kartada faqat 5 ming so'm farq ko'radi. U esa menga kam qo'shildi deb o'ylaydi. To'rtinchi nozik jihat bank kartasi va to'lov sanasi. Ba'zan pul bir kunda tushmaydi. Kimdir pochta orqali oladi, kimdir bank kartasiga oladi. Hudud bank to'lov jadvali, bayram kunlari yoki texnik jarayonlar sababli bir odam avvalroq, boshqasi keyinroq olishi mumkin. Bu ham pensiya oshmagan degani emas. Lekin agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. 5-chi nozik jihat ish staji to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi. Bu juda ko'p uchraydigan muammo. Masalan, odam 1905 yildan 1992 yilgacha bir korxonada ishlagan. Lekin korxona tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo muhtushunarsiz buyruq raqami yo'q yoki arxiv ma'lumoti topilmagan. Pensiya tayinlanganda bu davr to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Keyin odam nega mening pensiyam past deb yuradi? Aslida esa muammo avgustdagi oshirishda emas, pensiyaning boshlang'ich hisobida bo'ladi. Boshlang'ich hisob past bo'lsa, foizli oshirish ham kam chiqadi. 6-chi nozik jihat norasmiy ishlagan yillar. Ko'p odamlar men 1 yil ishlaganman deydi. Men bunga hurmat bilan qarayman, albatta inson mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida ishladim degan og'zaki gap emas, rasmiy hujjat, mehnat daftarchasi, soliq yoki sug'urta ma'lumotlari, arxiv hujjatlari asos bo'ladi. Agar odam 10 yil bozorda qurilishda, dalada yoki xususiy joyda norasmiy ishlagan bo'lsa, bu hayotiy mehnat bo'lsa ham hujjatsiz pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Natijada pensiya kamroq bo'ladi va oshirish ham kamroq seziladi. 7-chi nozik jihat bir xil yosh, bir xil mahalla, lekin har xil pensiya. Ikki qo'shni bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin biri 25 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan, ikkinchisi 35 yil zavodda yuqori razryad bilan ishlagan. Biri oxirgi yillarda yuqori maosh olgan, boshqasi past maosh olgan. Yana biri qo'shimcha ustama huquqiga ega. Shuning uchun ularning avgustdagi oshishi ham bir xil bo'lmaydi. Pensiyani qo'shni bilan emas, o'zingizning hujjatlaringiz va hisob varaqangiz bilan solishtirish kerak. Birinchi misol. Dilbar opa 14 yoshda 28 yil bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Pensiyasi 1 million 700 ming so'm edi. Avgustda foizli oshirishdan keyin unga taxminan 200 ming so'm atrofida qo'shildi. U qo'shnisiga qarasa, qo'shnisiga 320 ming so'm qo'shilgan. Dilbar opa xafa bo'ladi. Lekin tekshirib ko'rilsa, qo'shnisi 34 yil bank tizimida ishlagan. Oyligi yuqoriroq bo'lgan va pensiyasi avvaldan 2 million 700 ming so'm bo'lgan. Demak, farqning sababi qo'shnining boshlang'ich pensiyasi yuqoriroq bo'lganida. Ikkinchi misol, Karim aka 10 yil rasmiy qolgan yillar norasmiy ishlagan. U men butun umr mehnat qildim deydi. Bu gap to'g'ri, lekin pensiya hisobida 10 yil rasmiy staj ko'rinib turibdi. Shuning uchun uning pensiyasi minimal darajaga yaqin. Avgustda unga minimal kafolatlar bo'yicha ma'lum miqdorda qo'shimcha tushadi. Lekin yuqori pensiya oluvchilar kabi katta summa bo'lmaydi. Bu yerda muammo hozirgi oshirishda emas. O'tmishdagi norasmiy ish yillarini hujjatda aks etmaganida 3-chi misol. Nargiza opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning 2 farzandi bor. Katta farzandi 10 yoshga to'lgan. Lekin kollej yoki universitetda kunduzgi o'qiyotgan bo'lsa, ma'lumotnoma topshirish kerak. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, hisobda faqat bitta farzand qolishi mumkin va to'lov kamayadi yoki oshirish kamroq ko'rinadi. Nargiza opa buni avgustdagi oshirish bilan bog'laydi. Aslida esa hujjat yangilanmagani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. 4-chi misol. Sobir aka nogironlik pensiyasi oladi va unga parvarish bilan bog'liq ustama ham bor. Avgustda asosiy pensiya oshgan, lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar boshqa tartibda hisoblangan. Sobir aka umumiy summani 15% ga ko'paytirib kutgan edi, lekin kartaga undan kamroq tushdi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 15% hamma tarkibga emas, asosiy qismga qo'llangan. Demak, odam umumiy summani emas, tarkibiy qismlarni ko'rish kerak. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oldingi oyda qancha pensiya olganingizni va avgustda qancha tushganini yozib oling. Faqat eslab qolmang, aniq raqamni bank ilovasidan
SMS xabardan, kvitansiyadan yoki pochta to'lov varaqasidan tekshiring. Masalan, iyulda 1 million fakkim 1 ming so'm, avgustda 2 million ming so'm tushdi. Farq 220 ming so'm. Shu farqni bilmasdan turib kam qo'shildi deyish qiyin. Ikkinchi qadam, pensiyangiz tarkibini so'rang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, mening pensiyam qaysi qismlardan iborat, avgust oyida qayta hisoblash qanday amalga oshirildi? Asosiy pensiya qancha? Ustamalar qancha deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, yozma tushuntirish yoki hisob-kitob varaqasini so'rang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar bo'lishi kerak. Har kimning holati har xil, lekin asosiy qoida bitta. Pensiyaga ta'sir qiladigan har bir fakt hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. 4-qadam. Agar ish stajingiz kiritilmagan deb gumon qilsangiz, arxivga murojaat qiling. Ilgari ishlagan korxonangiz tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi yoki idoraviy arxivlarda buyruqlar, ish haqi vedomotlari, shaxsiy tarkib hujjatlari saqlangan bo'lishi mumkin. Arxivdan olingan ma'lumot pensiyangizni qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. 5-qadam, yozma ariza bering. Agar siz pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza topshiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam avgust oyidan qayta hisoblanganligi bo'yicha tushuntirish berishingizni, pensiya tarkibi va qo'shimcha miqdori qanday hisoblanganini ko'rsatib berishingizni so'rayman. Shuningdek, ish stajim va ish haqim to'liq hisobga olinganligini tekshirishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling va ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki onlayn murojaat tizimlari orqali murojaat qilish mumkin. Muhimi, hissiyot bilan emas, raqam va hujjat bilan murojaat qiling. Menga kam tushdi degandan ko'ra, iyul oyida falon summa olganman, avgustda falon summa oldim. Qarorga ko'ra qayta hisoblash qanday bo'lganini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman, deyish ancha samarali. 7-qadam, har yili o'zingizning pensiya hujjatlaringizni nazorat qiling. Odamlar ko'pincha pensiyaga chiqqandan keyin endi hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim yangi hujjatlar topilsa, staj tasdiqlansa, imtiyoz huquqi paydo bo'lsa yoki toifa o'zgarsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ayniqsa eski korxonalarda ishlaganlar, sobiq ittifoq davri hujjatlari borlar, familiyasi turmush qurish sababli o'zgargan ayollar buni alohida tekshirishi kerak. 1-xato, qo'shni bilan solishtirish. Men har doim aytaman, pensiya qo'shniga qarab hisoblanmaydi. Sizning pensiyangiz, sizning ish stajingiz, ish haqingiz, hujjatlaringiz va toifangizga qarab hisoblanadi. Qo'shningiz bilan farq bo'lsa, bu faqat tekshirishga sabab bo'lishi mumkin. Lekin xato isboti emas. 2-xato, umumiy summadan foiz hisoblash. Masalan, odam 2 million so'm oladi va 25% bo'lsa 300 ming qo'shilishi kerak edi deydi. Lekin uning 2 million so'mining ichida oshirilmaydigan yoki boshqa tartibda hisoblanadigan qism bo'lishi mumkin. Shuning uchun foizni qaysi summaga qo'llash kerakligini bilish zarur. 3-xato, hujjat yo'qolgan bo'lsa. Endi iloji yo'q deb o'ylash. Ko'p hollarda iloji bor. Arxiv sud orqali faktni tasdiqlash, sobiq korxona hujjatlari, ish haqi vedomotlari, buyruqlar orqali ma'lumot topish mumkin. Albatta, bu vaqt oladi. Lekin pensiya umrbod to'lanadigan daromad bo'lgani uchun bir necha oy hujjat izlash kelajakdagi yillar davomida foyda berishi mumkin. 4-xato, faqat og'zaki so'rash. Og'zaki javob bugun bor, ertaga yo'q. Yozma ariza esa ro'yxatga olinadi. Unga javob berilishi kerak. Agar keyin yuqori organga murojaat qilsangiz, sizda dalil bo'ladi. 5-xato, bankka borib pensiya hisobini so'rash. Bank faqat pulni o'tkazadi. Bank sizning pensiyangiz qanday hisoblanganini bilmaydi. Hisob-kitob pensiya jamg'armasi tomonidan yuritiladi. Shuning uchun karta bilan bog'liq muammo bo'lsa, bankka, pensiya miqdori bilan bog'liq savol bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Demak, avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmasligining asosiy sababi shuki har bir odamning pensiyasi turlicha hisoblangan.
ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya turi, minimal kafolatlar, ustamalar, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik holati, hujjatlar to'liqligi va ushlab qolishlar yakuniy summaga ta'sir qiladi. Bir xil foiz bo'lsa ham, pul ko'rinishidagi qo'shimcha har xil chiqadi. Ayrimlarda minimal miqdor oshgani uchun ko'proq seziladi. Ayrimlarda esa faqat asosiy qism qayta hisoblangani uchun kamroq ko'rinadi. Mening maslahatim asabiylashmasdan, lekin befarq ham bo'lmasdan harakat qiling. Oldingi va yangi summani solishtiring. Pensiya tarkibini so'rang. Hujjatlaringizni tekshiring, kerak bo'lsa yozma ariza bering. Agar haqiqatan xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Agar xato bo'lmasa, hech bo'lmaganda siz o'z pensiyangiz nimadan iboratligini aniq bilib olasiz. Sizda avgust oyida pensiyaga qancha qo'shildi? Sizningcha hisob to'g'rimi yoki savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha bitta to'g'ri ma'lumot ko'pincha oilaning real daromadiga bevosita ta'sir qiladi.